Aka, mana ko'rib turibsiz, avtopilotimiz ishlab turibdi. Fikringiz qanaqa? Nima deysiz? Avtopilot zo'r. Yaxshimi? Sifatga, aniqlikka zo'r, natijasi zo'r. Mana hozir fermer akamiz o'zi ham keldi. Nurul aka, fikringiz qanaqa? Biz Oltiariq tumanidagi mana Nurliobod fermer xo'jaligi rahbariman o'zim. Mana yerlarimiz tekislangan holatda. Mana nima edi firmaning nomi? Agrovektor. Agrovektor firmasini nimalardan mana robot nimasidan olib keldik. Avtopilotidan olib keldik. Mana o'rnatdik. Undan oldin bularga ham ishonch hosil qilmasdan shu Namangan viloyatida ham bir klasterimiz 10 ta traktorga qo'ymoqchi ekan, bir borib ko'rdik. Erta ham shu bolalar bilan gaplashdik. Ha. Mana endi nasib qilgan ekan, endi o'zimizga olib keldik. Mana holat juda zo'r. Taklif Traktorda o'zi kelyapti, deng. Taklif bo'laveradi. Mana traktordan tushib keldim, nima suhbat qurishyapti kim bilardi. Zo'r, a'lo. Bundan ortig'i bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Endi aniqlik sifat zo'r. Bu degani bu paxta ekilishini boshlanishda bu mana. Shu sezonda boshi desa ham bo'laveradi paxta ekishda. Bu degani bu yilda oxirigacha ta'sir qiladigan narsa-da. Xuddi shunday. Endi hattoki paxta teradigan mashinaga ham ta'sir qiladi. Qing'ir qiyshiqlik, nimalik. Shunchalik aniqlik borki, mana o'zim borda keldi qilman 3-4 marta bor kelgan bo'lsam, 2 santimetrga, juda bo'lsa 3 santimetrga xatolik bor. Bu xatolik deyilmaydi. Ko'rdik, xudo xolasa mana shu breki bo'ladi ham olib yuramiz. Shunda ham zo'r effektini berib, yana ham ishonch hosil qilamiz. Xudo xolasa, yana ikkita olish niyatimiz bor. Ikkita 3 g'ildirak kultivatsiyamiz bor. Xudo xolasa, paxtalarni ekkandan keyin kultivatsiyasini ham shu agrovektorda avtopilotida qilish niyat bor.